Assalomu alaykum gruppadoshlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, charchamayapsizlarmi? Mana hozir ko'pchilik yangi ko'chatlarni ekishni boshladi. Ekkaniga 5 kun bo'lgan, 1 hafta bo'lgan. Ko'pchilik nima beray, nima quyay deb savollar bilan, to'g'risi ko'pchilikda bir xil savol juda ham ko'p bo'layotgani uchun sizlarga shu videoni qisqacha tushuntirib o'tmoqchiman. Endi iloji boricha yangi ekilgan ko'chatga birinchi navbatda ildizini rivojlantiradigan dori quyganinglar ma'qul. Ildizini rivojlantirishga bir necha xil dorilar bor. Mana bu masalan rotor mahsuloti, buni eko roti bor, agro roti bor. Shulardan foydalanishingiz ham mumkin. Mana bu radifarim bor mana. Radifarimdan ham foydalansanglar bo'ladi. Keyin italyanskiy mahsulot mana Radimaxdan ham foydalansanglar bo'ladi. Buni Radika Base degani ham bor. Shundan ham foydalanishingiz mumkin. Lekin shularning ichida endi men hozir ko'pchilikka tavsiya qilaman. 10 litr suvga 20 grammdan rotor, 10 grammdan Micromax beriladi omma. 5 grammdan mana bunaqa yantani kislotadan foydalansanglar bo'ladi. Micromax ham ko'pchilik rasmi qanaqa, videosi qanaqa, ko'rinishi qanaqa deb so'raganlarga 10 litrlikda bo'lgani uchun imkon qadar sizlarga ko'rsatib o'taman. Micromax mana shu mahsulot bo'ladi. 10 litrli idishda bo'ladi mana. Buni ham sostavida ham organikasi bor, magniy sulfati bor, rux bor, molibden, mikroelementlari bor, kerakli bo'lgan hamma narsasi yetarli. Endi buni yangi ekilgan ko'chatga birinchi navbatda shu ildizidan ko'chatning katta kichikligiga qarab, yeri quruq, namligiga qarab 100 gram, 150 gram, 200 gramgacha foydalansanglar bo'ladi. Buni ishlatishayotgan dehqonlar natijalarini ham ko'pchiligiga ma'lum tashlab boryapman. Ko'rsanglar bo'ladi. Shundan foydalaninglar. Birinchi beriladigan oziqamiz shu. Undan keyingisiga bersangiz bo'ladi. Kalsiy. Kalsiy bilan xumik mahsulotidan foydalansangiz bo'ladi. Kalsiy bilan xumik mahsulotimiz mana bu 1 litrli idishda bo'ladi yoki buni o'rniga full kislota ham qo'shsanglar bo'ladi yoki o'sha kalsiy bilan gumidan foydalanishingiz mumkin. 1 tonna suvga 1,5 kilo kalsiy bo'ladi, 1 litr yo gumi, yo fullik yo xumiklarni qo'shib ishlatsanglar bo'ladi. Keyingi oziqalarni keyingisini ketma-ketlikda o'simlikning holatiga qarab aytib boramiz inshaalloh.